Bu belgilar qalqonsimon bez tugunlarini xavfliligini ko'rsatadi. Ko'p holatda qalqonsimon bez tugunlari zararsiz hisoblanadi, lekin agar shu belgilar bo'ladigan bo'lsa, ulardan shubha qilish mumkin. Birinchisi bu qalqonsimon bez tugunini tez kattalashishi. Buni UZIda aniqlash ham mumkin, lekin juda tez va katta bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha bemorlarimiz ham buni oynaga qaraganda sezishadi. Ikkinchisi bu ovozni xirillashishi, qo'pollashishi yokida tomog'ida bosim bo'lishi, bo'g'ilish hissi bo'lishi, xuddi nimadir turgandagi his bo'lishi. Uchinchisi bo'yindagi limfa tugunlarini kattalashishi, ba'zida og'riqli bo'lishi mumkin. To'rtinchisi bu bolalarda va erkaklarda uchraydigan tugunlar. Chunki tugunlar asosan ko'pincha ayollarda uchraydi, bolalar va erkaklarda uchrashi kam holat hisoblangani uchun bu yanada kuchliroq kuzatuv talab qilinadi. Beshinchisi qalqonsimon bezi qattiqlashishi, ya'ni yutunganda ham qalqonsimon bezi qimirlamasdan turishi. Oltinchisi bu oilaviy anamnezida oilasida avval kimdir qalqonsimon bez raki bilan kasallangan bo'lsa, ya'ni nasliylik bo'lishi mumkin. Hamma tugun ham rak yoki zararli hisoblanmaydi, lekin har bitta tugun endokrinolog ko'rigini va kuzatuvini talab qiladi.